Lekin ovoz yozgich qo'yib. Men buni oldin salom do'stlar, yana men bilan sizlar Muhammadjon Pechok. Men yana yangi Minecraftdaman. Har meni obunachilar bilasizlar, lekin unda bo'lasizlar. Men qishloqdan ko'chib ketganman. Sizlarga oldingi videolarni tashlaganim yo'q. Men qora nigir ko'rib qoldim. Men uni mag'luqmi deb o'ylayotganim uchun yangi qo'shishga qaror qildim. Mana qurib bormoqdaman. Fotoblok ketdi. Endi chiroq. Qani chirog'im mana. Menda qaniydi men chirog'im. Ana chiroqdan topdim. Endi ana. Men endi qishloqqa kelishim kerak-ku. To'g'ri, menga Vesta kerak. Mana blokni qaranglar, qaytib tursin. Menga ish kerak. Endi yetib ketamiz ekan. O'zimiz Vestaga kiramiz. O'zimda Vesta bor ekan. Aytgancha do'stlar, men xazinalar xarajatini topib olgan edim. Hozircha nima qanday ishlatishni bilmayapman. Kommentariyaga izohlar berib qoldiringlar. Kimgadir qo'lga sindiryapmiz. Qo'lga sindirib olsak-chi, yomon bo'ladi-ya, do'stlar. Ana. Bo'ldi, ketdi meni. Yo'q, qo'zichoq o'ldirishim kerak. Yo'q. So'ragandirsizlar, nima tomingni buzyapsan? Bu kichkina bo'ldi-da. O'zimiz oyoqcha qurish uylarimizdan foydalanamiz hozircha. Şöyle soğutam çiğneyim falan. Gittik. Hozir hozir ketdik biz qishloqqa. Hozircha menda telefonda joyim do'stimga bermoqchiman. Do'stim videolar endi. Salom aziz do'stlar. Sizlar bilan Diyorbek Mega Minecraft. Men hali ko'p video qo'yganim yo'q. Mening kanalimga ham obuna bo'lib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Biz ham do'stlar, men hozir bitta bloger topdim. Hozircha YouTube'ga kelishim uchun menga kanal ochib bermoqchi. Agar mana shu Minecraftni unga bersam. albatta. Biz hozircha zombilarga himoyalanmoqda. biz zombi chaqirmaymiz, ammo baribir bizga uy kerak. Bizcha baland qilib qurmaymiz uyimizni, ammo hozir biz sig'maganimiz uchun uyni salginagina kattartirishga to'g'ri keldi. Biz esa uyni kattartirib bo'ldik. Hozir esa tomini yopyapmiz. Xo'sh, biz hozir bu yerni buzib olib, xo'sh, qayerdan chiqsam bo'ladi? Yaxshi, hozir bu yerdan bitta
eshik uchun joy ochib turaman.